2025 yil 23 iyun kuni soat 21:21 da Milliy To'da "Meni sev" o'zbek serialining 71 qismi efirga chiqadi va men, sodiq muxlis sifatida, ushbu jozibali hikoyaning davomini sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Bu serial chinakam kashfiyot bo'ldi. U o'zbek madaniyatining samimiy an'analarini zamonaviy syujet burilishlari bilan mohirona birlashtirib, yurakni tezroq urishga majbur qiladi. Meni sev o'zining ochiqligi bilan o'ziga rom etadi. 71 qismda e'lonlardan ko'rinib turganidek, Anvar va uning sevgilisining hayotida yangi hissiy o'zgarishlar kutmoqda. Dramatik va iliq sevgi chizigi tomoshabinni doimo taranglikda ushlab turadi, lekin aynan shu serialni bunchalik jonli qiladi. Aktyorlar har bir sahnani o'zlari yashayotgandek ijro etishadi, rejissyorlik esa ularning kimyosini noziklik bilan ta'kidlaydi. Soundtrack alohida e'tiborga loyiq, u qalbda uzoq vaqt qoladi. Bu serial oddiy melodrama emas. U oila, sevgi va sadoqatni qadrlashni o'rgatadi. Meni sev har birimizga yaqin bo'lgan oddiy, ammo chuqur his-tuyg'ularni ochib berishi bilan hayratga soladi. Yangi qismni o'tkazib yubormang, u unutilmas bo'lishga va'da beradi.